Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Roze. Washington'dan sözleyimiz. Bugün Çislağış Kimen 21. yıl 4. ayının 30. günü hürmetli vatandaş. Vaziyetten bir ağız gep kılsak mesela 28. günü. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden devlet meclisinde devlet xeti tapşırıp yani devlet siyaseti doğrusu notuk sözlügen keyinki iki köyün içinde vaziyetki özgürlüklerini mesela tehime çoğunqurluşqa yani çünkü oturuski münasebetlerdeki rekabetleşinin tehime çoğunqurluş qarab yüzlengenligini kıyas kılalaysiz hürmetlik vatandaş bu vaziyetin terakkiyatı yani aldığımızdaki küllerde aylarda tehame aşkar oturgu çıkışı mümkündür. Çünkü bunun sebebi nime deseniz aldığımızdaki muşşembe Amerika Koşmuş Ştatlarının askeri kısımları Afganistan'dan çekinişki başlaydı. Del muşundaq peytte hazır Cumhur'un reisi Xi Jinping Otur Asya'da Özbekistan devletini ziyaret kılışqa tayyorlanıp. Demek Amerika armiyası bu yakta yenip çıkıdı. O yaktan Otur Asya'ya Cumhur kirip kelgen bulamda. Bu yaman ağır vaziyet bu vatandaş. Bu ağır vaziyet buludu bundaqta. Şundaq mı ya? Ben hazır şundaq dep duray. Bir hem leksiyalarımızı sözleyli. Mavzumunda hürmetli vatandaşım. Amerika Afganistan'dan asker çekindirse burayının muqimligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mavzuli xabar 4. ayının 30. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika aldığımızdaki shanba kunidan boshlab Afganistan'dan asker çekindirdi. Amerika tarixida en uzun davomlashgan urush shuning bilan oxirlashidir. Lekin amaldorlar ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Askar chekindirish Afg'onistonning muqimligiga ta'sir yetkazib qolmasdan, balki butkul rayonning muqimligiga ta'sir yetkazishi mumkin. Şendaq vatandaşım hazır bu xabarda ko'rsatilayotgan bir og'iz so'z Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistondan askar chekindirdi. Askar chekindirish Afg'onistonning bu davlatning vaziyatiga ta'sir ko'rsatib qolmay, butkul O'rta Osiyoning vaziyatiga, ya'ni shu rayonning vaziyatiga ta'sir ko'rsatdi. Biz tunugun xabarimizda shundaq so'zladik. Tuyuqsuzda Tojikiston, Qirg'iziston o'rtasida chegarada to'qinish yuz berdi dedik vatandoshim. Undan keyin Pokistondagi voqeani oldingizga ko'rsatdik. Bir jumlani unutib qoldik. Agar Pokistondagi yuz bergan voqeani Pokiston Talibanlari mushundaq ish qildi desangiz, masalan, Qirg'iziston, Tojikiston o'rtasida yuz bergan chegara to'qinishini Muşunda ahval yüz berdi dese bu yakki vakalamı ve yaki bunun çetişlik dairesi kengrek. Tesir körüsüdüğün dairesi kengrek. Yaki bunun kendini yoşurunğun maksat muddala kengrek deydiğin. Muşunda bir taraflarını koşup tahlil kılış bulamda kandak vatandaş. Şuna bir yerde bu vaziyet asker çekindiriş Afganistan'ın muqimligiga emas. Belki butkul rayonning muqimligiga ta'sir yetkazishi mumkin deyilyapti. Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Amerika va Birlashma Armiyaning Afg'onistondan chekindirilishi bexatarlik boshliq paydo qildi. Bu haqiqatan shundoq. Amerika armiyasi shu zaminda shu Afg'onistonda turib hozirgacha 20 yıl mabeynida butkul O'rta Osiyoning, jumladan Afg'onistondan hem Janubiy Osiyoning qo'shib qo'yaylik Pokiston, Hindiston deganlarni mushu o'rtadagi munosabatlardan paydo bo'layotgan
vaziyetning muqimligini Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda turib saqlab keldi desak bo'ladi vatandosh. Endi chekinib chiqqandan keyin bu oraliqda bir bo'shliq paydo bo'ldi. Albatta shundoq. Amerika chekinib chiqadi. Bu yerda bir bexatarlik bo'shlig'i, har ehtimollik yuz berishi mumkin bo'lgan bexatarlik bo'shlig'i paydo bo'ladi. Bu amaldorlar mundaq e'tirof qildi. Bu rayonda davlatlar texmi ko'p bexatarlik mas'uliyatini o'ziga ola olamdi yo'q. Aniq bir nima degili bo'lmaydi. Bu rayonda davlatlar o tarafida İran, bu tarafida Pokiston, bu tarafida O'zbekiston qo'shilib Tojikiston, Qirg'iziston, shimol tarafdagi qo'shni davlatlarning hammasi qo'shganda, ondan bu yerga marab turayotgan Junguni qo'shganda, mushu davlatlar Afg'oniston rayonidagi bexatarlik, muqimlik va tinchlikni o'ziga ola olamdi yo'q. Bunga aniq bir nima degili bo'lmaydi deydi hurmatli vatandosh. Hem de bu devletlerinin Afganistan dairələri bilen Talibanlar oturuq söhbət qatmallığını qandaq qalqılış bilgili olmaydı. Talibanlar bilen Talibanlar bilen Afganistan hükümetinin növbətdəki dairələri oturuqdaki söhbət qatmal dedi. Buna kim aralışıdı o? Siz öylep bakınca Cungo aralışı mümkün mü? Bu etraftaki devletler mesela Rusya, Türkiye aralışıp bir taraf kılıp koyuşu mümkün mü? Ya ki ula emas, yani Orta Asya devletleri özünün rolünü cari kıldırıp, hazır 30 yıl oldu Orta Asya'da müstakil devletler oturduğu çıkılı. Özünün rolünü cari kıldırıp, poşnidarçılık noktayı nazarda tutup, Afganistan'daki taraflarının, mesela növbetki hükümetinin, Taliban'ın oturusundaki katmal söhbetini hal kılışka ödüge alamdı deydi. Bunun bilgili olmaydı deydi vatandaş. Amerika amaldorlari mundaq deyishdi. Agar söhbət məğlub bo'ladigan bo'lsa, masalan Taliban bilan navbatdagi hukumatning o'rtasidagi söhbət məğlub bo'ladigan bo'lsa, Afg'onistonda yangi urush portlaydi. Bu demak ajallik gap degan so'z. Avval Taliban bilan hukumat o'rtasidagi söhbət hal qilinishi kerak. Bu yerda hamda huquq masalasi deyli, ikki partiya guruh deyli. Taliban ve yangi hukumat qurilgan yangi hukumatni ikki partiya guruh deyli. Ham buning ichidagi masala huquq masalasi. Bu yerda endi Afg'onistonning istiqboli, Afg'onistonning taraqqiyoti, Afg'onistonning muqimligi, Afg'onistonning tinchligi degan so'zlarni ko'zga olsa, Afg'oniston ichidagi shu ikki kuch, ya'ni hukumat, mavjud hukumatning kuchi va Talibanning kuchi yuqorilar nazarga olsa o'tirdiki suhbatni yo'l bilan hal bo'ladi vatandosh. Ening üçüncü bir tarafdan qatnaştırıştırma zaruriyeti yok bo'lsa kerak. Biroq qatnaştırış zaruriy to'g'ri kelsa O'rta Osiyo davlatlar bunga aralasha oladi. Bilgili bo'lmaydi. Afg'onistonda yangi urush portlaydi. Bu endi xatarlik vatandoshlar, ammo bu rayonda davlatlar bu urushga qanday inkas qaytardi? Afg'onistonda yana yangi urush portlaydigan bo'lsa, burunqidek yangi urush portlaydigan bo'lsa, atrofdagi davlatlar, biz boshda sanab kelgan davlatlar bu urushga qanday inkas qaytardi? Buning o'zi bir gap vatandoshim. Amerika bilan Afg'onistonni yarashtirish elchisi Xalilzoda Amerika bilan Afg'onistonni yarashtirish elchisi Xalilzoda mundaq ko'rsatdi. Davamını anlayışlar müşahede toxtab turaylı. Bir tarafdan sözlep, bir tarafdan maqolani xabar qilib, sizlarga shuni tahlil qilish. Bugun shu usulni qo'llanishga majbur bo'ldim. Sababi vatandoshim buni o'qib ketganda ixcham holda tahlil, analiz qilib bo'lmaydi. Shunga jumla tahlil qilish usulini qo'llandim. Davomini anlayışlar vatandoshlar.